Gulhayoda ranglar o'zgargan. O'tirishiga e'tibor beringlar. Oldingi kadr va hozirgi kadr bitta e'tibor bilan qaranglar. O'tirish o'zi bitta ne'mat. Juda katta narsa. Hozir tikka o'tirib olyapsan-a? Qiynalmayapsan-a? Bu safar samolyotda kelishlarga ham qiynalmadim. Chunki o'tgan safar suyaganda boshlarim yetmasdi. Hozir bemalol Maza qilib va mazza qildim. Xo'p, e'tibor berishingiz uchun aytaman, Gulhayoni aynan shu sohasi, bel sohasi qiyshiq edi. Bizi Turkiyada Gulhayoni ikkita amaliyot bo'ldi. Gulhayo 27 kun osilib turdingmi? Salkam 1 oy bosh qismidan osilib turdi va tana ikkinchi operatsiyada operatsiya qilindi. Va ko'rayotganlaringizdek, bizada yana bir plyus natija. Hammaga rahmat. Biz esa davom etamiz.